Assalomu alaykum, qadrli obunachilar. Mana Xudo xolasa shogirdlar darvozasi qilishyapti. Shu darvozasi bitta inshaalloh. Shu darvozasi ertaga o'rnatamiz. Shu darvoza chustiki kichkina kaltkasini olib chiqib ketishdi. Mana bu darvozamiz ham tayyor, bu ham tayyor. Mana bu ham tayyor. Neresi yig'imiz? Yana bitta darvozamiz bor, u ham tayyor. Birin-ketin Xudo xolasa bitish boshlayapti. Kecha ajoyib odamlar bordi. Kecha bitta okey video qildilar. Endi bitta darvozalarni sal e'tibotiga qarab qilganlar videoni. Mana bu cho'lar okeyda mana. O'sha mana bu yerni ko'rsatyaptilar. Bu yerlar bu ishlayveradi, ko'chalarga klientlar ishlayveradi. Mana bu yerlar asosiy mana. Burchoqlarni ko'rsating deganda mana shunaqa joy deydi. Burchoq nimaligini bilmaydilar. Mana Liboy darvozamizni, Liboy jo'tini, endi bilmas, Liboyni ko'rsatamiz burchagini. Qaytin deyilsa ham biz bu yerlarni zavodskiy yopamiz mana bu yerlar shpekulovka yemaydi. Ahillarisi shunaqa ish qilsinlar. Xudo xolasa Abdulhay darvozalari sifat, kачество ishlatilgan materialga 100% garantiya beramiz. Brend asosida chiqadi biz darvozalar. Xudo xolasa Abdulhay darvozalar brend asosida chiqadi. O'zi yuklaymiz, xudo xolasa ona.